Salomat, jigar o'qara, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Sizlar bilan Abdusamad do'stlar. Bugungi videomizda car parkingdagi garajimni bitta mashinalarni obzor qilamiz do'stlar. Nice. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, mana shu videoga like bosib qo'yishlarini iltimos qilgan bo'lardim do'stlar. Bu videoni ko'rayotganlarda 600 taga juda ham yaqin qolgan bo'lamiz. 5-6 ta odam qoldi. Sizlar bosarsizlar 600 ta bo'lamiz va 1k ga qarab ketamiz do'stlar. Qani bo'lmasam, mana shu M5 F90 mashinamizni obzor qilamiz do'stlar. Ketdi. Jigar o'qala ko'rib turgan mashinalar BMW M5 F90 bo'ladi. Bu meni garajimdagi eng sevimli mashinalarimdan va ko'rib turganlardek qop-qora ortiqcha narsa bermaganman. Prosta disklarining o'zi ham boshqa tema, nomer o'zi alohida tema ekan. Nomerga bitta taxmin berib qo'ysizlar. Dahshat mashina garajimdagi eng sevimli mashinalarimdan bittasi bo'ladi do'stlarim. Ana do'stlar, yemagan montajimizni ham ko'rib oldik. Muzikani ozgina uzib qo'yganman do'stlar, xafa bo'lmaysizlar. Endi mana shu BMW M5 F90imizni ichki saloniga o'tirgan bo'lsak, ajoyib, krasava do'stlar. Buni ko'rib oshiq bo'lishingiz aniq. Qaniydi mana shu mashina hayotda bo'lib qolganda edi. Mazza haydasak bo'lardi. Afsuski bu o'yin do'stlar. O'yin. Qani buni endi drag test qilib ko'ramiz do'stlar, necha sekundda nechiga chiqishini. Mana jigarlar ko'rib olishimiz mumkin, necha sekundda nechiga chiqqanini. 0 dan 100 gacha 2:23 sekundda, 100 dan 200 gacha 4:3 sekundda, 0 dan 60 gacha esa 2:15 sekundda, 1:4 mayl 9:34 sekund. 1:4 mayl nimaligini bilmayman. Qani buni endi maksimal necha tezlikka chiqishini sinab ko'ramiz. Qani go. Do'stlar, ana nechiga chiqishini hozirda ko'rib olamiz. Bu yog'i videoni nariyog'ini tezlashtirib olaman. Qani ketdi. Mana hozir 504, 505 va maksimal tezligimiz do'stlar 505 ekan. Bo'lmasam sekin to'xtatamiz mashinani. Ko'rganimizdek do'stlar, maksimal tezligimiz 505 do'stlar. Bo'lmasam qani biz keyingi mashinaga o'tamiz do'stlar. Do'stlar, mana bizda keyingi krasavamiz. Mana qaranglar buni turishini. Oy. Bu mashinani Real Sanjik mashinasidan ilhomlanib yasagan car parkingda. No, aynan birga bir emas-ku, lekin shunga o'xshaydi. Shu mashinadan ilhomlanib shu mashinani yasaganman va menga juda ham yoqqan. U ancha boshqacharoq, yaxshiroq, bu ham yomon emas. Buni men bu eshik ochilishini qaranglar, mazada. Hayot qismdan ham mazada. Mana shu eshik mana bunaqa tarafga ochilishini mazza qilib yuboraman-da. Hayotda bo'lib qolsa, men turishini qaranglar. Nomer o'ziga ham bitta baho berib qo'yasizlar do'stlar. Mana turish qaranglar, yarashib turibdi menga. Ajoyib do'stlar, juda ham zo'r mashina. Meni yoqadigan mashinalardan yana bittasi bu. Ko'rishimiz mumkin mashinani, yaxshi. Bosishimcha yomon emas, super car emas u. Har holda bosishi bo'ladi. Ko'chada qarangdir, anaqa bo'lib qolsa, yig'ilishli bo'lib qolsa bemalol. Ana mashinani ko'rishimiz mumkin. Ajoyib salonini ichki qismiga bo'lmasam o'tamiz qani. Yo'ldan sekin boramizda ichki qismiga o'tamiz. Ichki qismiga o'tamiz. Ichki mana do'stlar ko'rib turganinglardek juda ham ajoyib va g'aroyib. Sabzra, xullas qaymoq rangda juda ham chiroyli. Menga saloni yoqadi buni. Ana normalni orqalariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar do'stlar. Yaxshi cho'tkino hayot bo'lib qolsa. Do'stlar, bo'lmasam bu mashinamizni ham bitta drag test qilamiz. Qani bo'lmasam ketdi.
Jigarlarim, mana drag test natijalarini ko'rib o'tishimiz mumkin. 0 dan 100 gacha 260 per sekundda, 100 dan 200 gacha 620 per sekundda, 0 dan 60 gacha bo'lsa 213 sekundda, 1 mayl 10:37 sekund. Juda ham yaxshi natija do'stlar. Mana bo'lmasa maksimal necha tezlikka chiqa oladi ko'ramiz. Mana do'stlar, mashinamizni 150 dan 200 ga tortdi mashinamiz o'sha. Do'stlar, shu joyda bitta narsani eslatib qo'ying. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar do'stlar. Yana bir marta eslataman. Bizda 1K bo'lishimiz kerak, hali 100 kani knopkasini olishimiz kerak do'stlar. Hali maqsadimiz katta jigarlar. Sizlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib turinglar. Streamlar bo'yatda qo'llab-quvvatlaylar do'stlar. Bizlarni videomizni kamida bir 1000 kishi ko'radi. Ko'rmasa ham ko'radi, 1000 kishidan 400 kishi shunday pastga tushib obuna bilan like bosib qo'yinglar. Mayli like emas, obuna bosib qo'yinglar deganlar. 1K ni uraylik, iltimos sizlardan do'stlarim. 1K ni uraylik, xursand bo'lgan bo'lardim sizlardan. Sizlar uchun harakatdaman. Video kech qotdi chunki afsusdan ham montaj qilishga erishmayapman. Pametim ko'payib qo'yapti do'stlar. Shuning uchun videoga like bosinglar harakat uchun. Men maksimal harakat qilmaslar uchun bizdan professional car parkingchi yoki montajyor emasman, lekin sizlar uchun harakatdaman do'stlar. Bo'lmasam, mana mashinamiz уже 292 dan oshmayapti do'stlar. Demak, bilib oldikki, mashinamizning maksimal tezligi 292. Bo'lmasam, unda keyingi mashinaga o'tamiz. Qani, go jigarlarim. Bizda keyingi shedevrimiz Celes banan bo'ladi. BMW M5 chiqardimi, bananni chiqarmasalar Mercedes bizani otib yuborishadi do'stlar. Bu mashinamizni bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. F90 chiqdi, menda banan chiqmasa uyatda akalar. Ko'rib turgan nomeringlar mana shu Celes uchun alohida yasalgan. Oldi karbon bilan qoplagan do'stlar. Orqamizda ham karbon bor, hozir uni ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turganlar mashinamiz krasavchik bo'lib turibdi. Oldidagi Mercedes emblemasini o'zim qo'lim bilan yasagan. Mana ko'rib turganlar, orqamizda ham karbon bilan qoplangan do'stlar. Orqadan vashti chiroyli ko'rinadi bu mashina. Car parking joylar, mana so'kib tashlashga shoshilmanglar. Videoni shortgacha ko'rdinglar, endi talish kutinglar akalar. Mana sizlarga va'da qilgan M5 F90im qilt etmagan turibdi joyida, hech narsa qilmagan, chotki bo'lib turibdi akalar. Kommentga BMW M5 F90 deb yozib qoldirasizlar. Liboy bitta odamga beraveramiz akalar. Bo'lmasam kommentga yozib qo'yinglar do'stlar, qilt etmagan turibdi mashinalar. Ili agarda yo'q, men noroziman Telegramda o'yinglar desanglar, kommentga yozib qoldiringlar. Qaysi bir komment ko'proq yig'ilsa, ish qilamiz. Ili kommentdan g'olib aniqlab olamiz, ili bo'lsa Telegramdan aniqlab olamiz. Lekin mana F90 chotki bo'lib, masla bo'lib turibdi akalar. Mana do'stlar, endi servisimizning salon ichki qismiga o'tamiz. Ichki qismini ko'rib turganingizdek, ozgina eskiroq variant, lekin chotki, hayotda bo'lganda adashga haydab berardim. Mashinamiz ham juda ham zo'r. Aytishinglar mumkin, kimga qiziq buni ichki qismi, car parkingda bo'lsa, buni sotib olmasak desanglar, kimga qiziq desanglar, qizig'i bor akalar, kimgadir qizig'i bor akalar. Shunaqa, mana mashinamizning o'zini ustki qismini ham ko'ramiz. Bitta kapotini ochib ko'rib olamiz ham akalar. Ana voy, buqa-ku, bitta buqalar turibdi. Voy. Masla bo'lib turibdi mashinamiz chotki. Ana bitta endi bu mashinamizdan drag test qilib bo'lmaydi. Go! Jigarlarim, drag test natijalariga keladigan bo'lsa, mana ko'rib turibsizlarki, 0 dan 100 gacha 248 sekund, 100 dan 200 gacha esa 387 sekund, 0 dan 60 gacha bo'lsa 242 sekund do'stlar. Juda ham bir-biriga o'xshash ketadi. Buni men qilmadim, uyushtirganim yo'q, hammasini o'zini yurgan tezligi akalar. Endi bo'lsa mashinamiz maksimalni necha tezlikka chiqadi, shuni ham sinab ko'ramiz.
Mana sekin yurish ham boshlab oldi akalar. Ana maksimal necha tezlikka chiqishini ko'ramiz. Nechaga chiqqani men ham o'zi bilmayman. Hech shu narsalarni sinab ko'rmagan ekanman. Sizlar bilan sinab ko'ramiz do'stlar. Sizlarga qiziq bo'lsa albatta kommentda yozib qoldiringlar akalar. Menga qiziq bo'lyapti. Shu videoni ikkinchi qismini oling deb. Videoni albatta sizlarga yoqsa ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qism esa 50 ta like'dan so'ng akalar. Adashib ketdim. Короче, videoni tezlashtirib olamiz bu yo'g'in. Mana xullas do'stlar, arini vizillashdan ham qutuldilar va bizning maksimal tezligimiz 455 bo'lib, va mashinamiz uchib ketdi. Wow! Shunaqa qilib videomizni o'z nihoyasiga yetmadi chiqib ketish turishga shoshilmanglar do'stlar, sizlarga ajoyib yangiligim bor. Xullas do'stlar, sizlarga ajoyib yangilik kommentga albatta yozib qoldiringlar sizlarga. Bu safar M5 F90 yoki CLS 63 emas, Porsche 911 yoki Supra MK4 deb yozib qolinglar do'stlar. Albatta kutaman. Videoni oxirigacha ko'rgan har qanday chist obunachilari yozishadi, buni bilaman. Oxirigacha ko'pchilik ko'radi, bilaman. Va men sizlarni yaxshi ko'raman jigarlarim. Va sizlarga ajoyib yangilik, kommentda pul bering deb car parkingdagi ID'sini yozib qoldirgan. Qo'limdan kelgancha maksimalni 500 mingdan boshlab pul beraman. U 500 mingdan 1 milliongacha boradi akalar. Menga 10 millionlab pul bering. Afsuski buni iloji yo'q. Chunki men ham bunchalik pulni topa olmayman. Maksimalni harakat qilaman har biringlarga 500 mingdan beri chiqishga pul kerak bo'lgan insonga menga pul bering deb yozib qoldirsanglar yoki menga pul bering deb ID bilan Porsche 911 ili Supra MK4 deb yozib qoldiringlar. Yoki ham pul bering Supra MK4 ili o'zingizga yoqqan Porsche 911 ikkalasidan bittasini yozib qoldiringlar. Meni haqiqiy obunachilarim albatta yozadi. Sizlarni kutaman. Bye bye akalar.